Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga navbatdagi ko'chmas mulklardan bir qavatli hovli joyini e'tiborlaringizga havola qilaman. Urganch shahrimizning yaxshi tochkasidan birida joylashgan. Vodokanal yonida. Shu joyni izlab birgalikda ko'rib chiqamiz. Yana aldilarida bog'lari bor, bu yon tarafidan bog'i bor. Shu asosiy eshiklardan kirib boramiz. Aldilar ichida xizir yo'qotilgan. Aziz do'stlar, bu joyimizni girish qismi yana shuningdek katta dolonga ega. Eshiklardan kirib keldigina ikkita eshik qo'yilgan. Damli eshikdan tashqari akvaplast eshiklar ham bor ekan. O'ng tomonda va chap tomonda xonalari joylashgan. Birma-bir xonalarni sizlarga ko'rsatib tanishtirib o'taman. Joyimizni sizlarga oldindan tushuntirib o'taman. Old qismi ikki qismga bo'lingan. Alt qismi 69-70-yillarda qurilgan, keyingi qismi 2000dan buyonda qurilgan. Ko'p odam qiziqadi, nechanchi yilda qurilganda mana shunday joy. Berimiz yana bir spalnya xona. Pollar etilgan. Hovli joyimiz ayrim jihozlar bilan sotiladi, ayrim jihozlar olib ketiladi. Girganimiz yana o'ng qo'limizda polish uskunalari mavjud. Chap tomonimizda kiyim qo'yish uchun, spesialniy obuv qo'yish uchun prixoshkalar shura o'lchab tuzatilgan. Bu yerda xonamizga o'tadigan bo'lsak, bu yerda shunday bir katta zal tushgan. Birinchi zalimiz. Zalımızı görüp aldık. Doğrumuzda spalnya xona edi. O'ng tomonda yana bir spalnya xonasi bor. Buni ham ko'rsatib o'taman. Bu tarafda o'rnimizda yana bir spalnya xona. Aynamız bir de katta zala qarab tushgan. Bir de yana bir zalimiz var, onu ko'rsatib o'taman. Azizlar, xonalarning kvadratlarini to'xtalib o'tirmayman. Kelgan paytlaringiz o'zlaringiz ko'rib, dokumentlarimda yozilgan, shularni ko'rib olishingiz mumkin. Demak, ish alt qismini hozir ko'rib oldik. Bir zal, 3 ta spalnya tushgan. Endi toza qurilgan tomondan o'tamiz. Arka qismini. Bu yerimizda yana to'g'ri o'tadigan bo'lsak, bu yerda oshxonasi joylashgan. Mana shunday chiroyli mebellar o'rnatilgan, filtrlar o'rnatilgan. Shunday katta oshxonasini ega. Bu yerdan ham tushib ko'rsataman. Oynalarimiz bog' tomoniga qarab tushgan. Bir oshxonasi. Azizlar, bu territoriyada suvdan, svetdan, gazdan muammo yo'q. Местоположение zo'r. Kamchiligi yo'q, qo'shnilari ajoyib. Yana bu yerda yuvishxonasi, montajga bergan kotyoli. Yana kotyol ishlab turibdi. Gaz yomon emas, issiqqina uy. Nasoslar o'rnatilgan. Santexnikalari yomon emas. Yanında yana bo'lsam, suv qizdiran apparatlar bor. Xullas, bu yurtni ajoyib shunday son o'sili. Shu chap tomonda katta bir zal tushgan. Zalimizni men sizlarga ko'rsatib o'taman. Aynalari ayvon tarafga qarab tushgan, ayvonlarni ham ko'rsatib o'taman.
shunday zal. Bu yerda yana aynasini aytib o'tdik. Spalnya xonasini aynasi zalga qarab tushgan. Bu tomoni 2000-yildan keyin qurilgan. Aynalarni ochib ko'rsatgan bo'lsak, yanında yana devamı, bog' qismi. Bu bog' qismini ham chiqsak bo'ladi. Havorlarimiz bor, yaqinda qor yog'di, shuning uchun hozir qorlar erib, yerlar shunday suv oqib erib turibdi. Ayvoni yoz kunlari zamonga hozir baland. Yan tarafımızda yine kazan ocağı, mangal, barbekü zonası var. Gazla gelgen, letni ovqatlarni pishirib, do'stlar bilan, yaqinlar bilan şöyle o'tirib, bazm qiladigan bog'ini ega. Yan tarafında hojatxonasi, hammasi ishlab turibdi. Aziz do'stlar, shunday ajoyib bog'ini ega. Undan tashqari inab eshikni ochib ko'rsatadigan bo'lsak, bir de shunday kladovkasi ham bor. Kechki piyoz, meda-chuda narsalaringiz bemalol saqlasangiz bo'ladi bu yerda. Mana shunday bog'ini ega uy. Aziz do'stlar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan bir qavatli hovli joyimiz shu edi. Kim shu joyimizga qiziqqan bo'lsa, bemalol telefon raqamlarimiz video rolikni pastida yozib qoldiriladi. Narx-navosini ham yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, savdolashib, sotib olishlaringiz mumkin, kelib ko'rishlaringiz ham mumkin. Xullas, video roliklarimizga bunday chiroyli like'larni bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz va albatta podpiska etishni unutmanglar, chunki sizlarga shunday chiroyli, yaxshi, fayzli uylarni, joylarni, ko'chmas mulklarni ko'rsatishni davom etamiz. Sog' bo'ling, omon bo'linglar.